Mashinamning maslasi salon narxidan $5000 arzonga berilayotgan 500 B70 mashinamiz. 2025-yil 1.5 turbina mashina. Salonlarini ko'rsatib o'tamiz. Облицовкалari polni, kraska radnoy, qirilgan, chizilgan joylari yo'q ekan. Bir qo'llanilgan 3000 km hech narsa yurmaganmi aka? Siz mazza qilib meni shu mo'ljallab qo'yilgan mashincha ekan, multirul. Monitorlari ko'rib turibsizlar. Hammasi akkuratni holatda, kojinli salonlar. Aka, asosiy narsani aytmadim. Mashinamiz narxini 21000 deb baholab qo'yaptilar. Egalariga pul zarur ekan, barterga yokida nasiya savdoga ham beriladi. Boshiga $10000 pulingiz bo'lsa, mana shu mashina sizniki bo'ladi. Akajon, ulgurib qoling. Siz uchun ajoyib taklif.